turmush o'rtog'ingiz bilan chegarada turibsiz, turmush o'rtog'ingizni, lekin ana shu joyda siz ayolsiz. Ilohiy ayol bo'la olasiz. Uning oldida go'zalligingizni namoyon qiluvchi, uning oldida erkalik qiluvchi qizaloqqa aylanmaysiz. Ilohiy ayolga aylanasiz. O'sha joyda siz onasi ham bo'lib qolmaysiz. Ko'pchilik onaga o'tib ketadi. Onaga o'tmaslik uchun nima qilish kerak? Qarangizlar. Yechimi bor buning. Masalan, ana shu joyda dedim, erkak va ayol bor dedim. Erkak va ayol. Anglamay qaynonaga o'tib qolamiz. Eringizning onasiga o'xshab qolasiz. Anglamay, tushunmay, mana shunda qanday bo'lib qoladi? Ovqat yeysanmi, qorningiz ochmi, qorningiz to'qmi deb yosh 5 yoshli bolaga munosabat qilgandek qilaversangiz, unga ona bo'lib qolasiz. Yo'q, u yetuk shaxs. U juda ko'p narsani biladi. U erkak, uning piri ulug'. Uning ichidagi quvvat, kuch, g'ayratni ko'ra olish kerak. O'zini namoyon eta olishini ko'rish kerak. U qila oladi zo'r narsalarni. Men ishonaman ana shunga. Tushunyapsizmi? Erim bilmaysa-da, umuman bo'lmag'ir. Umuman hech narsa qilmaydi. Telefon ham qilmaydi, normal gapirmaydi ham, normal quchoqlashni ham bilmaydi, normal o'pishni ham bilmaydi. Nima degani bu? Shifoladim. Bu nima degani? Qarang. Nimani yaratyapmiz? Biz nimaga aylanib qolyapmiz? Ana shu joyda, ana shu chegarada nimaga aylanib qoldik? Uni biz pastga bo'lib turib, uni boshqarishga kirib ketyapmiz-ku. Yo'q, doim yodingizda tursin. Turmush o'rtog'ingiz bilan birga bo'lyapsizmi? Men kimga aylanyapman? Buning oldida men kimman? Uyg'onib turing. Men buning oldida gaplashyapsiz, отношениям. Ayolligingizni ushlab qoladi. Sen kim? O'zingdan ketyapsan deb aytganman-ku. Shunda belgi beryapsiz. O'zingdan ketyapsan. Ayol bo'lmayapsan, yo qiz bo'lib qolyapsan, yoki menga yeni bo'lib qolyapsan deb turib nima beradi, belgi beradi. Yana ota-onaning oldiga borib, sizlar shaharda yashashlaringiz kerak. Bu hayot nima hayot? Boringizlar, shaharda yashangizlar, kvartirada yashangizlar. Kartochka bu yerda kartochka bilan umringiz o'tyapti. Tovuq nima kerak yoki mol nima kerak deganda siz kimga aylanyapsiz? O tabiatning qonunini buzayotgan bo'lamiz. Men shu narsa o'zimda zo'r sanaganman. Biz ularga zo'r bo'lsin deganimiz ular uchun zo'r emas, biz aytayotgan narsa biz uchun zo'r. Ularga ana shu zo'r. Ana shu tovuqqa qaraydimi, bitta nimasiga, jonivoriga nimadir yedirib, shunga qarab, shuni o'stirganda, ana shunga umid paydo bo'ladi hayotga yashash uchun. Biz haqqimiz yo'q ularga borib, kattaman, sen uni qil, sen buni qil deyishga. Biz ana shunda chegaramizni buzib qo'yamiz. Shaxsiy chegaralar ana shu. Qo'ying, u maza qiladi ana shu narsani bajarayotganda. Hayotga umidi, ishtiyoqi bo'ladi. Ana shu orqali turadi ertalab. Necha 80 ga kirsam, 90 ga kirsam turadi, borib ana shu narsaga ovqat berayotgan shuni ko'ziga qarab turib, uning tanasida quvvat uyg'onadi. Hayotga shijoati shundan bo'ladi. Mayli kartochka qilyaptimi? Kartochka yer orqali quvvat olyapti. Uning o'zining tanlovi. Ota-onaga bizlar tanlov qilib bor kvartirada yasha, issiqda yasha deganimizda bizlar uning ana shu sandali yaxshidir, uning pechkasi yaxshidir. Aralashishga haqqimiz yo'q. Ana shu pechkasi orqali quvvat oladi. Butun o'tmishi orqali mazza qiladi. Biz borib ataplinani oldida o'tkazdirib qo'ysak, u tanasi xohlamaydi uni. Biz ana shu bor, sen shu yerda bo'lmay, sening tanloving umuman bo'lmag'ir. Sen bu yoqqa bor deganimizda, biz ulardan katta bo'lib qolyapmiz. Ular bizga bola bo'lib turib, biz katta bo'lib qolyapmiz. Tabiatning qonuni buzilib ketadi, pul kelmaydi bizga. Bizning genlarimiz, hujayralarimiz bor-ku, tushunmaydi bizlar kimmiz deydi. Hujayralar tartib buzilib ketadi. Sizning tanangizda va shu tanangizda tartib buzilib ketadi. Ruhiyatingiz, psixikangiz va shu umuman boshqa tarafga o'tib qoladi. Sizga pul kelmaydi keyin. Tartib buzib tashlaganingizdan keyin. Farzandlarga ham xuddi shunday. Farzandlarning ham o'zining chegarasi bor. Biz ular bilan er-xotin rolini o'ynay olmaymiz. Qarangizlar, yoshi katta farzandlar bilan ayol va erkak bo'lib qolmasam, aloqaga kirishish emas, просто munosabatlarda bir kecha bir kun kuldiradigan narsani chiqaribdi, lekin kuldiradigan narsa emas. Buning orqasida rosa ko'p og'riqli narsa bor. Kelinning oldida qo'ymadi o'g'lini. Endi kuldiramiz hammani degan, lekin qarasangiz chuqur ma'no ham bor.
o'g'lini ongsiz qilib olish. Yo'q, mana shunday ham qo'yib bering. Siz uning oldida mehr, qo'llab-quvvatlash, sevgingiz bilan bo'lisha olasiz. Uning oldida ayoli yoki rafiqasi bo'lib turib, zo'rsan, maladessan, men senga ishonaman, zo'r qilish kerak, lekin normasida. Uning endi 20 necha yoshdan keyin ham u ayolining vazifasi uning. Oldinga ketish, o'sishi, rivojlanishi ayolining vazifasi. Agar hali ham enasiga bog'lanib yursa, u bola o'zini namoyon qila olmaydi. U erkak kishi. Erkak kishi masalan, erkak kishi haqida ketyapti. Shuning uchun kelinga aytish kerak. Kelinim, davay tur. O'zing bilan rivojlan, o'g'limni sen o'stir. U endi o'stirish, hayotda katta pullarga erishish, zo'r mashinalar olishi yoki nima pullarni zo'r qilish, hammadan zo'r bo'lib qolishi endi u kelinning vazifasiga o'tdi. Kelinim tur sen, bor. Zo'r shuni rivojlantir. Sendan oladi energiyani. Masalan, biz yoshim, ba'zi bir kishi yozyapti, men shunday yozadi menga. 51 yoshdaman-ku deb. Yo'q, 51 yoshingizda nima qilmang, qalbingiz qarang qanday ilohiy. Hali ham bajaring ana shu erkak-ayol munosabatlarini. Hali ham bo'ldi, farzandlarga yoki nevaralarga bog'lanib qolmang. Bo'ldi, shuncha yil yashadingiz, qaynona qilgansiz, farzand qilgansiz, nechinchi yil uylar qilgansiz, ochlik zamonlar bo'lgan. Bo'ldi, endi o'zingiz uchun yashash payti keldi. Eringizga ayting, turmush o'rtog'ingizga. Turmush o'rtoq, shuncha yil biz boshqa uchun yashadik. Qachon uchun o'zimiz uchun yashaymiz? Men nabiralar uchun yashaymizmi? Turing, bir chiroyli borib aylanib kelamiz, dam olib kelamiz. Qadrli bo'lib qoladi deydi-ku kattargandan keyin. Ana shu qadrli bo'lib qolish ilohiy ayollar, nimadir donoligi orqali, ayolga qandaydir ichidan nimadir berganligi orqali qadrli bo'lib qoladi. Shuning uchun yoshdan emas, hali ham turmush o'rtoq bilan men bilimlar haqida bo'lishyapman. Men hech kimga bu narsalarni unday qiling, bunday qiling deya olmayman, lekin aslida shunday bor. Aslida chegarani buzib qo'ymaslik kerak haqida. 50 ga kirdim yo 40 ga kirdim, bo'ldi, men endi nebra qarashim kerak, bolalarning to'yi uchun yashashim kerak emas. Aslida ana shu paytda o'zini unutib qo'ysa, kasallik paydo bo'ladi, kasallik orqali dariga e'tibor qaratadi, dari olish kerak, u bolnitsada yotib chiqish kerak, bu bolnitsada yotib chiqish kerak. Shuning uchun hayot so'nib qoladi. Tez qarish paydo bo'ladi. Tanada gormonlar to'xtab qoladi. Shuning uchun qo'ying deng. O'zingizning qalb ishtiyoqingizni, u chegarangizni bilish kerak. Bosh farzandlar uchun, bolalar uchun yashash emas, o'zingiz uchun yashash. Turmush o'rtoq bilan o'z chegarangizni go'zal qilish. Yo shuncha yil boshqalar uchun yashash, endi bo'ldi, o'zimiz uchun yashashimizga o'tish. Bo'ldi, endi yo'qchilik zamonlarida qiynalib yashadilaringiz, uy qildilaringiz, joy qildilaringiz. Endi siz taklif berib, kecha Saodat Molodets yaratdingiz. Shuncha qalb og'riqlarini, shuncha vaqtdan beri qadrsizliklarni yaratgan odam. Ayol, bu yo'g'ini yarata olasizlar. Ana shu go'zal dasturxoningizni yaratdingizmi? Chiroyli vaziyatlarni, chiroyli hayotingizga nimadir hodisachalarni olib kelishni boshlang. Harakat qiling.